Bugun ozishda eng ko'p uchraydigan asosiy 3 ta miflar haqida gaplashamiz. Bulardan birinchisi, zalga chiqib trenirovka qilsam-da to'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'ymasam deb o'ylashingiz bo'ladi. Siz to'g'ri ovqatlanishsiz, ya'ni defitsit kaloriyasiz hech qanaqa rezultatga erisha olmaysiz. Ikkinchisi, bu ko'p terlasam ozaman, vес tashiyman deb o'ylashingiz. Har xil termomaykalar kiyish, skochlar boylab, strechlar boylab yugurishlar bu albatta mif. Sababi terlaganingizda sizdan suv chiqib ketadi, lekin trenirovka tugagandan keyin suv ichsangiz, o'sha suv yana qaytib joyiga keladi. Uchinchisi, bu hozir xalqimiz ichiga kirib kelgan populyarniy tema, ya'ni har xil ozdiruvchi kofe va choylar. Boya aytib o'tganimdek, agar siz harakatingizni, kaloriyangizni yoqishingizni ko'paytirmasangiz, defitsit kaloriya sabuldat qilmasangiz, hech qanaqa kofe, choylar sizni ozishingizga yordam bermaydi. Faqat organizmingizni, jigaringizni, yuragingizni qiynaganingiz qoladi. Agarda siz sog'lom ozishni xohlasangiz, shunchaki faol turmush tarzini olib borishingiz kerak, to'g'ri ovqatlanishingiz kerak, o'z vaqtida uxlashingiz kerak, to'g'ri sport bilan shug'ullanishingiz kerak. Hech qanaqa termomaykalar yoki kofe, choylarga aldanib ishonib qolmanglar. Undanda qiziqroq va foydaliroq ma'lumotlarga ega bo'lishni xohlasangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.